Uyni sotayotgan ko'pchilik balkonni ham qo'shib hisoblaydi, eng kamida $1000 dan hisoblaydi. Bu xonadonimizni balkon tekinga berib yuboryapti. Xuddi shu Xonsaroy Okean loyihasini 5-etajdan maydoni 96 kvadratli plus 54 kvadrat o'zini balkoni bilan zo'r narxda kvartira qo'yyapmiz, korobka holatda. Ko'rasizlar, avtoparkochniy joy, bolalar o'yingohi, oilaviy dam olish joylari, -1-etaj avtoparkochniy joy, 1-etaj biznes do'konlar bor. To'kada 5-etajda 96 kvadratli 4 xonali korobka xonadon srochniy sotiladi. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman va video davomida narxi bilan aytib o'taman. Podezlarni qaranglar, akkuratniligini, ikkitadan liflar, ichkari tarafdan ko'radigan bo'lsak, kirish uzun, hol, alohida sanuzorlar joylashgan bo'ladi. Bu birinchi bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'lsa, chap qo'lda ikkinchi bolalar yotoqxonasi va bitta родительский spalni xonasini ko'rishimiz mumkin. Aylanasiga balkon, har bitta xonadan balkonga chiqsanglar bo'ladi. Bu katta zal, mehmonxona va eng oxirgi ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Balkonlarni ko'rasizlar, katta ekan. Xohlasanglar balkonni o'rab olsanglar ham bo'ladi. Narxi $99,000. Pastda egalar nomeri savdolashib olsanglar bo'ladi.